Tezda mobil ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonning istalgan Uzcard va Humo kartalariga yaxshi kurslarda pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz mumkin. Shuningdek, Tezda ilovasi bilan yaqinlaringizni telefon raqami orqali ham pul o'tkazmalarini osonlik bilan amalga oshiring. Hoziroq Play Market yoki App Store'dan yuklab oling yoki video ostidagi havola orqali ham o'tishingiz mumkin. Tezda siz uchun yaratilgan dastur. Nima qilasan endi? Aka bo'lib urishaman deb qoldi, dekamga deb qoldi. Abdumalik va To'xtar o'rtasidagi ziddiyat tobora keskinlashib bormoqda. Mojaroning yakuni esa jang bilan yakunlanishi albatta kutilmoqda. Golga otilgan tosh bizga ham tegadi-da, o'shani tushunmayapti-da. Yelsiz to'xta. Kulashga deding, kulashga. Biroq hozircha bu bir tomonlama yondashuvdir. Erka bilan To'xtar hali bu jangga rasman rozilik bildirgani yo'q. Shu bilan birga Abdumalik men Gold ukam uchun urushishga tayyorman. Bugun desa bugun. Urishaman ya. Yo'l tukam uchun urishaman. Martga deb qolsa-chi, bo'ldi, Martga urishamiz deb qoldi. Martga ham urishaman, yo'l tukam uchun urishaman men shu bola bilan. Yo'l gapirgani uchun urishaman. Bo'ladi. Ertaga desa ertaga. Ertaga ham urishaman. Yo'l tukam uchun ertaga ham lugopet urishaman. Tayyor emasman, formaga kiray, unaqa demayman. Hozir desa hozir. Polni garochanidan, formadan. Ha, forma shu. Testosterondan ko'payib ketganda nasl toshib ketdi-ki. Mana, tasinglar. Bundan tashqari Bobur Abdulazizov ham ushbu jangga rasman tayyor ekanligini qayta va qayta aytmoqda. Yelsiz to'xta. Kulashga deding, kulashga. 29 noyabr. Toshkent Humo Arena. Qo'lsang kulashga. Kelo. Rossiya imomlar. Kulashga. 29 noyabr. Qadrli do'stlar, video yuzasidan albatta o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldiring. Ushbu jangda kimning qo'li baland keladi va Erka bilan To'xtar ushbu jangda kim bilan birinchi to'qnash keladi? Bobur Abdulazizov, Gold yoki Abdumalik? Gapiryapti-ku, Gold gapircha. Bizda biratug'alari bor, biza qarab o'tmaymiz-ki. Uniga nima gapiryapti u bilan dam olishga? Golga otilgan tosh bizga ham tegadi-da, o'shani tushunmayapti-da. Bu narsani aqli yetmaydi, oldida bir seriozli odamlar bo'lsa, bir dasto'yin mujiklar bo'lsa tushuntiradi u. Sen kimga birinchi tashadi u? Biza tashamadiki, u tashyapti birinchi. Golni gapirib. 15-chi sudda bo'ladi, suddan chiqsa keyin ya qanday sud bo'ladi? Sud boshlangan yo'q. Biza yaqinlari Biza ham bilmaymiz. Biza bilmaymiz, biza shokka biza sudi bo'lagan deb ya.